aziz do'stlar, Denov tumanimizda Navruz bayrami ko'tarinki ruhda mana boshlanyapti. Albatta mana bolalar kelgan. Albatta bu bayramga, Navruz bayramiga hammani taklif qilib qolamiz. Oilalar o'zini farzandlarini olib kelishyapti. Mana ko'rib turibsiz, hammada yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qanday bayram kayfiyati qanaqa? Yaxshimi? Gapirishdan nima qiladi san? Uyaladi-da yoshda. Aziz do'stlar, mana bayramga sanoqli soatlar qolyapti. Bayram tadbiri ko'tarinki ruhda albatta o'tadi. Hozir Denov tumanidagi mana shu bayramga tayyorgarlik ko'rilgan. Milliy nimalarimizni hammasini ko'rsatib, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Bayramlaringiz bilan. Shu bugungi Navruz bayramiga o'zingizni bir munosabatingizni bildirib o'tsangiz. Bu katta shukuf bilan bu Navruz bayrami kirib kelyapti. Eng avvalo mana shu Denovimizning eng bir chekka, bir kerak emasdek bir joyida shunday bir ajoyib bir sohil qurildiki, sohilning o'zi ham bizning Navruz bayramimizga bir tuhfa bo'ldi. Haqiqatan bu Navruz yasharish, yangilanish oyi bo'lishiga bilan birgalikda bu Denov ham yangilanib boryapti. Shundan kunga mana ko'prik qarang, necha metrlik. Odamlarning ham kayfiyati yaxshi, qarang, xushchaqchaq hammada. Bayram etajlarning qurilishi, keyin bayram bugun ertalabdan boshlangan sayl shaklida. Shunday. Mana bu ko'llarda qarang. Shuna nihoyatda odamning havasi. Shunday. Chiqindixona bo'lib yotardi bir vaqtlar bu yerda. Chiroyli bo'lib, bu joylarda shunday bo'lishiga ko'plar aqli ham yetmas. Shunday. Mana hamma xursand, bunday sohilning Denovda bor ekanligi. Terimizga borardi ko'l uchun, tomosha qilish uchun. Mana o'zimiz ham ko'l bo'lganini ko'ringda. Shunday. Tomosha. Xalqimizga qarayapmiz, hammasi xursand, shodon. Bugun oilaviy, bu mart oyining boshlaridan desak ham adashmayman, ko'rib, bu yerda odam uzilgani yo'q. Mana shu joyni havas bilan boqib, yanada shu bayramning mana shu yerda tashkil topishi Denovimizga bir quvonarli holat bo'ldi. Rahmat sizga samimiy munosabatlaringiz uchun. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'p. Mana bu yerda tayyorlangan milliy nimalarimiz albatta. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bayramlaringiz bilan. Mana qadimiy mo'malarimizni milliy kiyimlarda ko'rib odam havas ketadi. Chunki juda ham chiroyli, ajoyib, shunaqangi bayramlaringiz muborak bo'lsin, Navruz ayyomlaringiz. Bayram ustiga bayramlar bo'lsin, tinchlik bo'lsin, xalqimizda, odamlarimizda yuzlarida tabassum ko'raylik. Quvonch olib kelsin bu Navruz. Sog' bo'lingizlar. Mana bu yerda ham milliy o'zimizda mana shunday taxtalardan qiladigan joylarimiz. Mana ko'rib turibsiz. Denov pedagogika universitetini bayram nimaga tayyorgarlik ko'rgan joylari mana ko'rib turibsiz. Nihoyatda bular hammasi studentlarimiz. Bayramlaring bilan barchalaringizni. Hop. Milliy tus berilgan bu so'zanalarni, bu nimalarni ko'rib odamning havasi ketadi. Qadimiy bizni ota bobolarimizni urf odatlari albatta
bu yerda ko'rsatib o'tilyapti. Mana asoriy atiqalar deymiz. O'sha mana qadimiy ko'zalarimizni mana ko'ryapsiz. Odam buni qancha ko'p yillar bo'lib ketgan buni. 6-7 asrlarga borib saqladi. 6-7 asrlarda. 7 asrlar. Mana bu yaqin 200 yillikda tovoqlar. Shunday. Mana bu ko'zalar oldin may solingan, atrupa solingan yoki yog'lar solingan ko'shonlar davriga to'g'ri keladi mana bu ko'zalar. Bu pedagogika universitetining nimalari? Ko'rgazmalarida hammasi. Tadbirkorlik. Oybek akamiz. Qishloqdan topilgan asori atiqalar, ya'ni Shunday. kulolchilik. Shunday. Juda ham ajoyib. Mana bugun ko'tarinki ruhda o'tkazish ko'zda tutilgan bayram o'zi hozirdan boshlanib ketdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Mana bu yerdagi ushbu milliy uslubda tayyorlangan so'zanalar odamga zavq baxsh qiladi. Chunki albatta buni zamirida katta mehnatlar yotibdi. So'zga gapiraysiz.